To'g'risini aytsam, sizni yaxshi ko'rib qoldim. Hali tanishganimizga bir oyam bo'lmadi, Abror aka. To'g'ri tushuning. Men chet elga ketishim kerak. Axir ishim chet elda. Uydagilar yoshing o'tib ketyapti. Uylanmasang sendan rozi bo'lmaymiz deyshti. Hali uylanib, ota-onangiz oldiga meni tashlab ketmoqchimisiz? Jonim, siz axir nega tashlab ketaman? Ikkalamiz borib kelamiz. Asal oyini ham o'tkazib kelamiz. Ertaga ota-onamni jo'nataman. Uydagilarga aytib qo'ying. Mayli, xo'p. Ha, aytgancha. Sizga bitta sovg'am bor. Nega shu vaqtgacha uylanmagan? Ular chet elda ish qiladilar. Vaqtlari bo'lmagan uylangani. Qizim, yosh sandan ancha katta-ku. Voy, yoshlari katta bo'lsa ham, juda ham mehribonlar. Ular meni yaxshi ko'radilar. Bo'pti, gaping rost bo'lsa choy qo'y. Xo'p. Yaxshi keldinglar. Rahmat. Xush kelibsizlar. Salomat bo'ling. Xo'sh, o'g'ling shu paytgacha nimaga uylanmagan? O'g'limiz uy-joy qilaman deb, mashina olaman deb umri chet elda o'tib ketdi. Mana bu uyni kaliti. O'g'lim sizlarga sovg'a qildi. Qulluq bo'lsin. Rahmat. Unda nonni sindiravramizda. Bismillahirrohmanirrohim. 2 yosh Amin. baxtli bo'lsin. Qani, kiring. Vau, bo'tga nimaga keldi, Abror aka? Mana shu uyni sizga oldim. Yoqdimi? Ertaga ustalar kelib mebellarni o'rnatib ketadi. Juda ham chiroyli ekan, rahmat. Sizga yoqqan bo'lsa xursandman. Ozgina sabr qilib turing. To'yimizga ozgina qoldi. Nima, menga ishonmaysizmi? Yo, ishonishda emas gap. Mayli, yuring, uyni ko'rsatib chiqay sizga. Juda ham chiroyli ekan, Abror aka.